prank qilamiz hozir. Bir ikki uch deymiz, ikkalamiz bittadan harf aytamiz, o'sha harfga tezda so'z aytish kerak. Masalan, menga sen tatsang. Yo'q. Qizga mashg'ulot bittadan oxirigacha ichib olish kerak. Bittadan. Menga qo'y o'rtaga. Yo'q, maytda turasan menda. 1 2 3 L. Mol. Nima deding? Ne ish? Bruno. 1 2 3 S. G'oz. Ig'oz. 1 2 3 D. Cheddar. Nima? Sir. Cheddar. Давай вот. 1 2 3 Q. Q. Qoch. Chumchuq. Qoch. Men birinchi ayt. 1 2 3 Sh. Sh. Shamol. Shamol. 1 2 3 G. O'rik. Gul. I. Gul. 1 2 3 K. Kamol. 1 2 3 R. Ur. Uruç. 1 2 3 I. Limon. 1 2 3 Z. Zumrat. Men birinchi aytdim. 5 dur. Men birinchi aytdim. Zumrat dedim. Men. Давай. 1 2 3 A. Oxu. 5 Mana final. Oxirgisi. 1 2 3 P. Piton. Yo'q, q bilan. Qmi? Qoq. Qoq. Yes, bitti. Bitti diyeceğim seni. O'tirmaydi, betingga qusvarim. Dedi faqat. Oching. Nima qilding? Garang rasvo bo'ldi. Ataylab kelsan sen. Boring, sizga prank o'xshamas ekan. Nimaga? Ichalmas ichida miyadasi bor buni. Men qarang, ko'pirmas ekan. Qanday qilishyapti telefonda prank bo'lmasa? Uni Yolg'onchilar. soliboq qilish kerak. Solib o'z zo'r gapayladim, ko'pirib ketdi. Qani miyadali qanaqa bo'ladi? O'zi buni pastdagiga o'xshar ekan.